Sanatoriyda hozirda yashab bitta voy invalid turibdi. Bu degani men 21 yoshimgacha oshxonaga faqat ovqatlangani kirganman degani. Kim bilan o'tiribdi mana shu yoshimda qizlar bilan yosh ko'radigan erkak kishini uchrataman deb. O'shanga bugun xolasi ham xolamasa, yana sizlar bilan dulma qilamiz. O'zim taqdirdim shu kungacha турецкий kafe shkolada va основном dulma deyishadi. Maksimal удобный одеждani kiyib olib, eng qiyin etapdan boshlaymiz. O'zi batishib ketyapti, плакать из-за мужика, ни за что. Shu yoshimgacha dolma bu просто farsh bilan listchani qilingan variantida bo'lardim. Akasi senga to'rtta bo'ldi. Tushunchim bo'yicha men bunaqa qilaman bitta. Ikki men bunaqa qilaman deb, keyin bunaqa pari bo'lib turib tashlashdi ham. Ama birinchisini kalla qo'yib, bunaqa to'rab qo'ydim. Tak что kartoshkali dulma bo'ladi bizda. Dulmani prям dulma qiladigan sousiga kerakli ingrediyentlarni solib olib, keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni farshni moralni ovqatga tayyorlashni boshlaymiz. Voy slaymga o'xshaydi. Slava Bogu, buni qilinishi ancha oson ekan. Farshga shunchaki piyoz, guruch, zira va 2025-yildan qolib ketgan ozgina nervni klitkamni qo'shib yuborsam bo'ldi. China chiqdi. Qachon deyiladi bu? Men sevgi bilan qo'yaman buni. Oh my cupcake. Ko'pishyordi. Ham skalatka bo'lib chiqdi. Piknimsan, nima deysiz? Birinchi qilganim, uchinchi qilganim, menimcha to'g'ri yo'ldaman. Bunaqa shikardosniy bo'lib chiqdi. Последний штрих, dimlashdan такой suv qo'yamiz. И dolmani ozgina o'qitib, muzlanchikka mugashach qilamiz. Hammaga rahmat.